Assalomu alaykum aziz obunachilar. Shu kunni rozыгрыш haqida video qo'ygandim. Ko'pchiliklar so'rash boshladi, telefon qilishdi, SMS yozishdi, qachon bo'ladi, narxlari qanaqa biletni. Shuni sizlar bilan bir kelishmasa. Men o'zim hozir Tojikistonda. Bu rozыгрышni o'tkazishim uchun men Moskvaga uchib borishim kerak. Moskvaga uchib borish uchun men o'zimga uveren bo'lishim kerak, shu biletlar sotilishiga. Shuning uchun sizlardan maksimalni iltimos qilib qolaman. Shu videoni like bosib, o'z izofingizni qoldiring. Hamda men ssilkada Telegram kanalimizni, gruppamizni ssilkasini qoldiraman. Unda shu yerga obuna bo'linglar, do'stlaringni ham maksimum qo'shinglar. Shu gruppamizda 5000 ta odam bo'lsa, xudo xolasa, men o'zim samolyotga bilet olib, uchib borib, sizlarga polni mashinani obzorini qilib ko'rsataman. Bu mashina arzon mashina emas. O'zlaringiz to'g'ri tushunasizlar. BMW X5, ikkita BMW 5 seriya, bittasi M paket. Bundan tashqari yana bitta K5 hamda bitta K3. 5 ta mashina bo'lyapti. Bundan tashqari pul yutuqlari, xudo xolasa, niyat bor, yana bir 5-6 ta telefonlarni ham qo'yish maqsadimiz bor. Bu juda ham katta global rozыгрыш bo'ladi, bombitskiy bo'ladi, desam bo'ladi. Shuning uchun sizlardan maksimalni podдержка kerak. Do'stlaringni shu gruppamizga qo'shib, Telegram gruppamizga qo'shib, shu Telegram gruppamiz 5000 ta bo'lsa, bir haftadan keyin xudo xolasa uchib borib Moskvada mashinalar hammasini obzor qilib, sizlar bilan tanishtirib, ko'rsatib mashinalarni rozыгрышga start beramiz do'stlar. Shuning uchun like kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.